oddiy xabar emas. Bu dunyo o'zgarishi mumkin bo'lgan nuqta. Raketalar yog'ilyapti, bazalar portlayapti, neft yo'llari yopilyapti va urush allaqachon keskin nuqtaga kelib ulgurdi. Biz hozir tarixdagi yangi urush boshlanishini ko'rayotgan bo'lishimiz mumkinmi? از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم I will tell you, Qatar. Assalomu alaykum. Bugun dunyoda ro'y berayotgan keskin xabar va lavhalar tahlili bilan Moshinur Hamdamova. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi xalqaro huquq masalasida keskin bayonot qildi. Uning aytishicha, AQSh Isroilning G'azoni qamal qilishni qo'llab-quvvatlagan. Insonparvarlik yordamlariga to'siq qo'yilgan. Bir vaqtning o'zida esa Eron o'zini himoya qilgani uchun tanqid qilinmoqda. U yana xalqaro huquq siyosiy vosita emas degan so'zlarni aytdi. Bu bayonot shunchaki diplomatik gap emas. Bu yerda bir savol tug'iladi. Xalqaro huquq haqiqatan ham barcha uchun tengmi yoki bu faqat kuchlilar uchungina ishlaydimi? Urush real frontda ham keskinlashdi. So'nggi 24-48 soat ichida vaziyat ancha yomonlashgan. Isroil hududida Tel Aviv, Hayfa va Quds raketa zarbalari ostida qoldi. Bir nechta binolarga to'g'ridan-to'g'ri zarba berildi. Qariyb 4 million aholi hozir panohgohlarda. Hizbulloh tomonidan 24 soat ichida 600 tagacha raketa va dron uchirildi. Bir kunda 17-18 ta merka va tanki yo'q qilingan. 60 dan ortiq harbiy operatsiya amalga oshirilgan. Eron esa 26 kun ichida 470 dan ortiq raketa ishlatgan. Ayrim holatlarda klaster turidagi raketalar qo'llangan. Havo mudofaasi tizimlari ba'zilarini ushlay olmagan. Isroilning temir qalqon tizimi birinchi marta jiddiy sinovdan o'tyaptimi degan savol paydo bo'ladi. Eng xavfli burilish urushning mintaqadan chiqib ketgani. Hujumlar faqat Isroil bilan cheklanmayapti. Iroqda AQSh bazalariga dron hujumlari amalga oshirildi. Quvaytda portlashlar kuzatildi. Bahraynda yonilg'i omborida yong'in yuz berdi. Saudiyada havo mudofaasi tizimlari dronlar bilan to'qnashdi. Birlashgan Arab Amirliklarida harbiy obyektlar nishonga olindi. Erbildagi bazaga hujum qilindi. Bag'dod va Iordaniyadagi bazalarga dron hujumlari amalga oshirildi. AQSh prezidenti Donald Trump esa Eron bilan mojaroda g'alaba qozonilganini va urush yakunlanishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, AQSh bu urushni tugatadi. Ammo aniq vaqti ochiqlanmaydi. Aksini yozayotgan ommaviy axborot vositalarini esa fake yangiliklar deb atadi. Biroq voqealar rivoji bu bayonotlarga mos kelmayapti. Yaqin Sharqda harbiy harakatlar to'xtamadi. Eron va Isroil o'rtasida raketa zarbalari davom etmoqda. Tel Aviv, Quds va boshqa hududlarda portlashlar qayd etilmoqda. Bir qator videolarda raketa zarbasi natijasida avtomobillar havoga ko'tarilgani aks etgan. Livandagi Hizbulloh harakati ham shimoliy hududlarga hujumlar uyushtirdi. Shu bilan birga AQShning mintaqadagi obyektlar ham bir necha bor nishonga olindi. Ayrim xabarlarga ko'ra AQShning KS-135 rusumli samolyotiga ham zarba berilgan. Isroil javob sifatida strategiyasini o'zgartirmoqda. Janubiy Livanda bufer zona yaratish rejasi ilgari surildi. Hizbullohni to'liq yo'q qilish maqsadi qo'yilgan. Eron harbiy rahbarlariga aniq zarbalar berila boshladi. Shu jarayonda Eron harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni Ali Rizo Tangrisi halok bo'lgani xabar qilindi. Siyosiy sahnada ham keskin bo'linish kuzatilmoqda. Xalqaro ommaviy axborot vositalari Trump bayonotlarini tanqid qilmoqda. Financial Times bu vaziyatni g'alati holat deb atab, hatto uning so'zlari rost yoki yolg'onligini tushunish uchun Eron bayonotlarini kutishga to'g'ri kelayotganini yozdi. AQSh rasman g'alaba haqida gapirayotgan bo'lsa-da, ammo amalda urushdan chiqish yo'lini qidirayotgandek. Sotsiologik ma'lumotlarga ko'ra, amerikaliklarning 61% urushga qarshi. Nashrga ko'ra, Trump bir vaqtning o'zida ham tahdid qiladi, ham muzokaralar haqida gapiradi. Bu esa uning o'zi yaratgan vaziyatdan chiqishga urinayotganini ko'rsatadi, deyiladi xabarda. Pokiston, Misr va Umon kabi davlatlar orqali muzokaralar tashkil etishi ehtimoli muhokama qilinmoqda. Hatto Islomobodda ehtimoliy uchrashuv o'tkazilishi haqida ma'lumotlar ham paydo bo'ldi. Ammo bu xabarlar hozircha rasman tasdiqlanmagan. Muzokaralarda kim ishtirok etishi masalasi ham ochiq qolmoqda. Eron rahbariyatining ko'plab vakillari yo'q qilingani tufayli Tehron nomidan kim gapirishi noaniq. Ehtimoliy nomzodlar orasida parlament spikeri Muhammad Boqir G'olibov, prezident Mas'ud Pezeshkian va tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi tilga olinmoqda. Biroq ularning barchasi turli darajada rad yoki cheklangan rolga ega.
Yevropada Germaniya diplomatik yechimga chaqirmoqda. Fransiya tanqid ostida, boshqa davlatlar esa aniq pozitsiya ola olmayapti. Rossiya Eronning yadroviy huquqini himoya qilmoqda va ehtimol harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqda. Xitoy esa yadroviy obyektlarga hujum xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu alyanslarning yangi sovuq urush boshlanishi mumkin degani emasmi? Shu fonga qaramay urush kengayishda davom etmoqda. Eron mintaqadagi AQSh va Isroil obyektlariga qarshi raketa zarbalarining 80-to'lqinini amalga oshirganini ma'lum qildi. Isroil ham Eron hududlariga zarbalarni davom ettirayotganini bildirmoqda. Bu shahar atom elektrostansiyasi hududiga ham hujum qilingan, ammo jiddiy zarar qayd etilmagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu harakatlarni qoralab, yadroviy xavfsizlikka tahdid ortib borayotganini aytdi. U xalqaro tashkilotlar reaksiyasini yetarsiz deb baholadi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez esa urushga nisbatan sukut saqlashni qo'rqoqlik deb atadi va Isroil harakatlarini tanqid qildi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ham bu vaziyatga munosabat bildirib, AQSh bilan mojaro yadroviy quroldan voz kechmaslik qanchalik muhim ekanini ko'rsatganini ta'kidladi. U Pxenyan har doim Rossiyani qo'llab-quvvatlashini bildirdi. AQSh ichida ham noroziliklar kuchaymoqda. So'rovlarga ko'ra Tramp reytingi 36% ga tushgan. Bu eng past ko'rsatkichlardan biri. Jamiyatda asosiy savollar kuchaymoqda. Bu urush nima uchun boshlandi? Qancha davom etadi? Natijasi nima bo'ladi? Tahlilchilarga ko'ra, bu urush strategik boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Eng muhim o'zgarish bu faqat frontda emas, balki dunyo e'tiborida yuz bermoqda. Bir necha yil davomida global kun tartibini Rossiya-Ukraina urushi belgilab keldi. Dunyo siyosiy, iqtisodiy va axborot jihatdan Kiyev atrofida aylanardi. Ammo hozir bu markaz sekin-asta siljidi. E'tibor endi Yaqin Sharqqa ko'chdi. Tel Aviv va Tehron global muhokamalarining markaziga aylandi. Bu oddiy axborot almashinuvi emas, bu geosiyosiy og'irlik markazining o'zgarishi. Ya'ni dunyodagi asosiy qarorlar, xavflar va strategik hisob-kitoblar endi boshqa nuqta atrofida shakllanmoqda. Shu fonga yana bir qiziq kuzatuv qo'shildi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bu mojaroni diqqat bilan kuzatmoqda va uni ochiqcha saboq sifatida baholamoqda. Uning bayonotlarida bir narsa aniq: yadroviy quroldan voz kechmaslik to'g'ri qaror bo'lgani ta'kidlanmoqda. Biroq Pxenyanning holati o'ziga xos. U mojaroga qo'shilishni istamaydi emas, balki real imkoniyatga ega emas. Geografik jihatdan uzoqligi, resurs cheklovlari va global muvozanat sabab Shimoliy Koreya faqat kuzatuvchi sifatida qolmoqda. Shu bilan birga u axborot maydonida faol bayonotlar orqali o'z pozitsiyasini ko'rsatmoqda. Global o'yindan chetda qolmaslikka harakat qilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, bu holat Pxenyan uchun ikki xil signalni anglatadi. Bir tomondan urush uning siyosiy ritorikasini kuchaytiradi. Ikkinchi tomonda esa real ta'sir o'tkazish imkoniyatini cheklanganini ko'rsatadi. Shu ma'noda bu mojaro faqat urush emas, balki kim haqiqatdan ham global o'yinchi, kim esa faqat kuzatuvchi ekanini ochiq ko'rsatayotgan sinov maydoniga aylanib qolmoqda. Global ta'sir esa allaqachon sezilyapti. Ukraina fronti ikkinchi planga tushdi. Rossiya qariyb 1000 ta dron bilan hujum qildi. AQSh Kiyevga bosimni kuchaytirmoqda. Koreya energetik inqirozga tayyorlanmoqda. Lukashenko va Kim Chen In uchrashuv o'tkazdi. AQSh ichida ham bosim kuchaymoqda. Donald Trampning reytingi 36% ga tushgan. Benzin narxi oshgan, oziq-ovqat qimmatlashgan, ommaviy namoyishlar kutilyapti. Bu yerda yana bir muhim savol tug'iladi. Tramp urushni yutadimi yoki urush Trampni yutyaptimi? Eng strategik nuqta bu Hormuz bo'g'ozi. Bu yerdan jahon neftining 35% va suyultirilgan gazning 20% o'tadi. Eron ayrim kemalarga ruxsat bermoqda, ayrimlariga cheklov qo'ymoqda va amalda qat'iy nazorat o'rnatgan. Natijada 3200 dan ortiq kema to'planib qolgan. Yoqilg'i narxi oshmoqda, global ta'minot zanjirlari izdan chiqmoqda. Urush frontda emas, iqtisodda hal bo'lyaptimi degan savollar paydo bo'lgan. Hozirgi vaziyatda 3 ta ssenariy bor. Muzokaralar va to'xtash, uzoq cho'ziladigan urush yoki mintaqaviy urushning global urushga aylanishi. Eng katta xavf esa arab davlatlarining urushga to'liq kirishi. Savol paydo bo'ladi. Bu holat jahon urushiga olib kelmaydimi? Bugungi voqelik shundan iboratki, urush allaqachon kengaygan, iqtisodiy zarba boshlangan, siyosiy tizimlar silkinyapti va harbiy balans o'zgaryapti. Eng muhim savol esa hanuz ochiq qolmoqda. Bu urushni kim boshqaryapti va u qayerda to'xtaydi?
Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Effekt.uzga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.